Bugun Chempionlar Ligasining finali do'stlar. Arsenal, Paris Saint-Germain va keling sizlar bilan hozir ikki jamoaning tarkibini solishtiramiz va kimda sifatli o'yinchilar ko'proq ekanligini aniqlab olamiz do'stlar. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Futbolga oid mana shunaqangi ajoyib videolar faqat bizning sahifada. Unda boshladik. Darvozabonlar: Safonov yoki Raya. Albatta David Raya. Himoyachilar: Marquinhos yoki Saliba. Bu mavsum Marquinhos yaxshiroq. Pacho yokida Gabriel. Gabriel albatta. Hakimi yokida Ben White. Ashraf Hakimi. Mendes yoki Calafiori. Juda ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Lekin men Calafiorini tanlayman. Nega? Chunki Calafiori ham hujumni qo'llab-quvvatlasa, ham himoyada yaxshi. Bu mavsum Arsenalni chempionlik yo'lida anchagina qutqardi himoyada. Shuning uchun Calafiori. Yarim himoyachilar: Vitinha yokida Rice. Shaxsan men Rice'ni tanlayman. Endi to'g'ri, Vitinha ham yaxshi o'yinchi, lekin Rice bu mavsum markazda to'laqonli dominant bo'ldi. Arsenalda o'sha nazorat, umuman yetakchilik borasida ham dahshat bu darajaga chiqdi Rice. Shuning uchun Declan Rice. Joao Neves yokida Eberechi Eze. Mayli, Joao Neves. Fabian Ruiz yokida Edegor. Martin Edegor. Hujumchilar: Due yokida Saka. Due yaxshiroq. Baribir statistika bo'yicha ham keyin Saka mavsumning ko'p qismini jarohat sabab o'tkazib yubordi. Due esa anchagina stabil. Xvicha yokida Trossard. Albatta Xvicha ko'ra chiqaylik. Menimcha Xvicha bu mavsum Chempionlar Ligasining eng yaxshi o'yinchisi bo'lib turibdi. Umuman o'sha statistika bo'yicha ham, o'yin bo'yicha ham PSJni ancha-muncha o'yinlarda qutqarib tortdi. Dembele yokida Gyökeres. Mana bu yerda menda tanlov bor do'stlar. WhatsApp hujumchiligi nuqtai nazaridan men Viktor Gyökeresni tanlayman. Ha, Dembeleni juda ko'pchilik yaxshi ko'rishi mumkin, muxlis bo'lishi mumkin. Nega degan savolni berish mumkin. Ammo Gyökeres 29 ta golda qatnashgan va umuman olganda bu nuqtaga final uchun toza markaziy hujumchi kerak va men Gyökeresni tanlayman. Do'stlar, eslatib o'taman, bugungi final soat 21:00 da start oladi va ushbu uchrashuvni profilim biosida joylashgan Telegram kanalida jonli efirda va o'zbekcha sharhda tomosha qilishingiz mumkin. Eng muhim ortiqcha kanallarga obuna bo'lmay. Xususlar, siz nima deb o'ylaysiz? Bu tanlovim qanchalik o'zini oqlaydi? Albatta buni kommentariyada qoldiring.